Assalomu alaykum hammaga. Bugun shu bizni sexga tushgan zakazlar to'g'risida ozgina video qilib bermoqchiman ukamiz Muhammad Valiga. Tak. Ularning ichida mana bu остекление balkondagi. Так, bu трехстворчатое окно. Stvorkasi bilan, ikkita fortichkasi bilan. Tak. Bu ham balkondagi pasi nimaligi? Betonlik. Yarmi. Bu yerda beton turadi, betonni tepasiga qo'yiladigan. Bu balkonimiz beton pastdan bo'ladi tepagacha. Bu yerda past qismida betonli ограждение bo'lmaydi bunda. Shuning uchun bo'yi 2,5 metr. Bu pastida betonli ограждение bo'lgani uchun buni bo'yi 1380 300 ga. Так, bu ikki qanotli deraza fortichkalik. Bu 3 qanotli deraza, ikkita fortichkalik. Bu 3 qanotli deraza, 3 ta fortichkalik. 2 qanotli eshik, deraza, ikkita fortichkasi bilan. Bular просто gulxarlar, to'rtta. Bu tak, derazani tagiga qo'yiladigan. Bizda bu yerda Rossiyada derazani tagida polочкалар bo'ladi. Shu polочкаларga eshikcha qilish. Keyinchalik video orasiga rasm qo'yib ketaman. Oxirgi ko'rinishi qanaqa bo'ladi. Так, bu простой перегородка. Так, bu ham перегородка. Bularda заполненияsi sandwich panel bo'ladi. Oq rang. Endi yana bularning ichida bu eshik oddiy, простой, легкий eshik. Bu shu перегородкаlarda sherigi. Bu eshigimiz bo'lsa, bu eshik qayergadir bir stalovoyga qilinadigan eshik. Eshikda ichida отдельный nimasi bor, stvorkasi bor. Bu haligi razdача deyiladi. Shu eshikdan mahsulotlar beriladi tashqariga. Endi mashina nimasida namunasida video qilib bermoqchiman. Shu eshikni qanday tayyorlash to'g'risida. Bu eshikka hozir biz qanotlarni profilini kesib заготовка qildik. Shu заготовкamiz shu eshikka ketadigan, qanotiga ketadigan заготовка. Profilimizning nomi Montblanc Nord 70. Bu degani profilning qalinligi 7 sm. Tak, stenkalari bizda bu tashqi stenkalari 3 mm dan, profil kategoriyasi A. U kategoriya A degani u eng birinchi kategoriyaga kiradigan profildan. Qanot profillarni razmerga kesganimizdan keyin bu profilni ichiga armirovka solib qatirishimiz kerak. Bu bizi zadaniyada har bitta kesiladigan materialda razmerlari bo'ladi. Masalan, bu qanot profilni kichkinasiga mana 627 bo'lsa, bunga ketadigan armirovka 487 mm bo'lishi kerak. Armirovka P-образный. Mana P-образный qalin metalldan 2 mm. Atsinkovniy metall zanglamaslik uchun. Tak, mana armirovka kesiladigan stanogimiz 487 razmerga qo'yiladi. Qatiramiz va kesamiz.
profilni ichiga solamiz. Bu profilni ichiga solgandan keyin har tomondan 1 santimetrdan ichkariga kirib turish kerak. Чтобы keyinchalik stanokda varit qilayotganda metal xalaqit bermasligi uchun. Mana shunday holatda armirovka qatiriladi. Programma cherchov chizayotgan paytda standartniy variant qilib bu qo'yiladigan ruchkani sentrga qo'yib ketadi. Endi biz bu holatimizda impost hozirgi turadigan joyida biz ruchkaga xalaqit beradi. Shuning uchun biz endi bu yog'ini ruchnoy o'zimiz hisob-kitob qilib boshqatdan hisoblab ruchkani pastga tushirishimiz kerak. Bu endi standartniy holat emas, har xil boshqacha alohida holatlarda endi ruchnoy qilinadi. Shuni hisobiga impost ruchkaga xalaqit bermasligi uchun pasaytiramiz. Daniyamizda impostni turish razmeri pastdan ketsak 990 mm turibdi. Shunda 990 ga metka qo'yib olamiz. Keyin shu metkamizga impostni qo'yib, impost qayerda to'xtash bo'lsa, mana shu yerga ham metka qo'yib qo'yamiz. Endi shu metkaga qarab shu yergacha ruchka o'rnatishimiz kerak. Endi bu stanogimizda ruchka uchun отверстиялар ochamiz. Shablon bilan mana ruchkamizni отверстияларni shablon bo'yicha teshib oldik. Bu stanogimiz burchak yopishtirish stanogi. Profillarni olib kelib burchaklarini shu stanok orqali yopishtiriladi. Eritish jarayoni 240 gradusda bo'ladi. Eritadi. Keyin shu erigan joylarni bir-biriga yopishtiradi. Shu protsesga ketadigan profil razmeri har tomondan 3 mm dan ketadi. Shuni hisobiga zagotovka kesilayotgan paytda 6 mm qo'shib kesiladi har tomoniga spayka uchun. 240 gradus. Mana shablon bo'yicha bizga kerakli отверстиялар mana tayyor. Bu pasti ruchkani krepleniyasi, tepasi ruchkani krepleniyasi bu lichinkaga, bu ruchkani o'ziga ketadigan. Eshikni qanotini yopishtirib oldik bir-biriga. Shu holatda endi burchaklar tozalash uchun shu stanokka solamiz.
Bu holat mana burchaklar tozalangandan keyingi holat. Ortib chiqqan plastiklar hammasi kesilgan. Bu yerda biz endi impulslarni joylariga qatiramiz. Impuls bu beldamchi qo'yiladigan profil. Impulslarni joylariga qatirdik. Endi furnituralarni qatiramiz. Tak, mana ruchkani ham o'rnatdik. Zamok bilan lichenkalari. Mana eshigimizni qanoti tayyor bo'ldi. Основной zamok bu yerda fortочка поворотный. Mahsulot uzatish uchun. Eshik ichida eshik. Mana tayyor bo'lgan izделиялар. Так, bu shtapik kesadigan stanogimiz. Mana o'sha eshik. Hozir fortочкasini ochib ko'rsataman.